muallimim. Men 5 yaşımda maktabga kirgan bo'lib, eg'i ochiq ishdan ketdim. Yig'lang'i bo'lib, darsdan tushgan hamon uyga qaytishni o'ylaydim. Sinfdagi bolalarning yosh farqi cho'ng bo'lib, eng kichigi mendak edi. Eng cho'nglarining burti xat tatib bo'lgan edi. Men mangu unutolmaydigan o'qituvchim er kishi edi. Amaliyotda o bizga yerim mavsumli tantarbiya darsi bergan bo'lib, o'z hisoblanmasimi, lekin men eng qiyin holga tushib qolganda mening yaxshi gapimni qilgan edi. Bu muallimning ismi Wang Jiaosong bo'lib, yaxshi oiladan kelib chiqqan edi. Inqilobiy qurbonlar oilasidan kelib chiqqan-go deyman. Bundaq oilada tug'ilganlar ayni davrda sharafdan bahramon bo'lib turadi. Odatdagi kishilar mushundaq oilada tug'ilgan bo'lsa, hakavur, boshqalarni ko'zga ilmaydigan bo'ladi. Lekin Wang muallim kamtar, ehtiyotchan bo'lib, ozroq muhakkavur emas edi. Onun bo'yi egiz bo'lmasimi, lekin badan sifati yaxshi edi. O tez yuguraydi, egizga musakriyalaydi. Esimda qilishcha, u 1,70 metrlik to'g'ri tayoqdan sakrab o'tgan bo'lib, yezi boshlang'ich maktabda bundaq sakriyalaydiganlar yo'q deyarlik edi. Men bir savodishimga maktab turmiga, o'qituvchilar quldorlarga, o'quvchilar qullarga o'xshaydi deganligim uchun menga ogohlantirish jazosi berdi. Anglasam, ular meni jamoat xavfsizlik idorasiga avatib bermoqchi bo'lgan bo'lib, yeshim bak kichik bo'lg'achqa qutulib qolgan ekanman. Bu ishdan keyin men maktabda nomi chiqqan eski o'quvchiga aylandim. Ular meni ideyasida chatoqba, axloq chiriklashgan deb qarab, amal qilib bo'lmaydiganlar qatoriga kirgizib qo'ygan edi. Maktabda qandoq eski ish yuz bersa, birinchi gumonliq obyekt men bo'lardim. Yaxshi ta'sirimni qaytarib kelish uchun tirishib yaxshi ishlarni qilardim. Qish kunlari o'quvchilarning mashlariga o't qalab beratdim. Yoz kunlari o'qituvchilarning to'shqinini beqib beratdim. Maktabdan qo'yib berganda uyning ishini qilmay, yashangan namrat dehqonlarning suyini to'shib beratdim. Lekin tirishchanligimning unumi cho'ng bo'lmayotdi. Maktab va o'qituvchilar meni bu ishlarni yolg'ondan qilyotidi deb qaraydi. Ayni chaqda maktab yoz kunlari o'quvchilardan tushlik tomoqdan keyin sinfda tushlik uxlashni talab qiladi. Bo'yi egizlar shirada uxlaydi. Bo'yi pakarlar o'rindiqda uxlaydi. Somka yoki oyoqlarimizni beshimizga qo'yib uxlaydik. Shu yili yezda yog'ochdan yasalgan bir xil oyoq modi bo'lgan bo'lib, yo'l mansa ovoz chiqadi. Dadammo menga birini yasab bergan edi. Yoz kunlarining bir kuni tushda men yog'och oyoqni kiyib, sinfning oldiga kelib saboqdoshlarimning uxlab ketganligini ko'rdim. Men oyoqni silib ko'tirdimda, sinfga yalang oyoq kirdim. Buni Wang Jiaosong muallim ko'rib qilib, meni sinfdan asta chaqirib chiqdi-da, sinfga kirganda nemishqa oyoqni silib etganligimni so'radi. Men saboqdoshlarimni uyg'otib etmay deb shunday qildim dedim. U ko'zimga qarab etgandan keyin hech nima demay ketib qoldi. Keyin boshqalardan anglashimcha, Wang muallim maktabning yig'inida meni shu ishimni alohida o'ttirib qo'yib, meni fazilatli o'quvchi debdi. Barliq o'qituvchilar meni askilikda uchiga chiqqan devatgan vaqtda Wang muallim kichikkina bir ishim orqali mening qalbimdagi oq ko'ngillikni bayqabdi. Ham maktabning yig'inida mening gapimni qilibdi. Bu ish yodimga yassila nihoyatda ta'sirlanadi. Keyin men o'qishdan chekinib cho'pon bo'ldim. Men qo'y kallarni haydab, maktabning oldidagi ko'chada muallimni uchratib qolganimda nurg'un ishlar ko'nglimdan kechadi. Uningga xijilchilikda salom beratdim-da, beshimni tuvan qilib o'tib ketdim. Keyin Wang muallim noyaga yo'tkilib ketdi. Men mu orqa ishi qilib, paxta zavodga berib, vaqtlik ishchi bo'ldim. Bir qitim men Nahiya bozordan uyga qaytishimda, velosiped minib uyga qaytayotganda Wang muallimni uchratib qoldim. U meni 10 chaqirimgacha chiqarib oldi. Wang muallim jamiyatda o'rni bor odam turib, velosipedning buzilib qolishiga qaramay, mendek eski odamni velosipedga chiqarib 10 chaqirim mangan edi. Bunda ishni odatdagi odamlar qilolmaydi. Shuningdan keyin men Wang muallimni ko'rib baxmadim. Lekin uning kulimsirab turgan chiroyi va 1,70 metrlik to'g'ri tayoqdan o'talaydigan sog'lom gavdasi hamisha ko'z oldimda namoyon bo'ladi. Tanlangan Filiatullar jurnali 2017-yili 10-sonidan Alijon Tursun tarjimasi.
Tamçırak ruh dünyasıga Nurun ezberdi hararet Ecriniz ben kıyasıga Birleşte mengülü kudret cesaret Hılvette göz açkan namsız bulaktek Çankıgan yürekке berdiniz zemzem Biriniz yelincap turgan çıraktek Cümüldü nurlarga cimiki alem Sancıl satken buldunuz müstehkem bulut korgani Söyletlik emas hüsnünüz Mektepte siz oddi odam Alemde kenri köksünüz Siz büyüklük tahtida tenha Geçürgeç beşiniz nini kısmetni Qaraysız dünyaga şuna özgüçe